23 mart mana bu yerda qirqishyapti. Uji qirqishdi 2 kunda yakunlaymiz, xudo xolasa. Mana bu Amerikani Super Queen silliq shaftolisi. Gullagan payti o'zi eng zo'r payt, rozoy buton bo'lgan paytda gullagan payti. Kesish gulga qarab tanlab qirqasiz. Mana shoxlar hammasi yaxshi. Mana bu yerda Ispaniyani Extreme Beauty degan shaftolisi bor. Mana bular Extreme Beauty mana qirqilyapti. Italiyani Rebus 028 nomli shaftolisi bor. Mana qirqib ketyapmiz. 3 xil shaftoli, даже 4 xil mana. Goh-gohda bu yerda nimaniki Amerikani oktyabrda boshida, sentyabrda 3-yarım 10 kunligida pishadigan Laurel nomli tukli shaftolisi bor. Mana qirqishimiz menimcha chiroyli. Normal. Mevalari bir 30-40 kilo xudo xolasa mevasi bor. Eng kami 20 kilodan. Guli o'zi mayda bo'ladi bu Super Queen. Ko'rimsiz mayda bo'ladi, lekin mevasi dahshat bo'ladi.